Dostlar, yaxshimisilar? Biz bu saatdan boshlab g'ijekninki qo'saq qismining teksturasi hamda o xarak qismining teksturasini sizishni boshlaymiz. Unda bo'lsa, darsga diqqat qilinglar. Unda biz avval mana ikkisini tanlab buni chiqarib olaylik. Export selection. O'xshashli buni qo'saq deb chiqib turay. Endi modboxni chep men Прямко OBJ widgetni ekray. Ya'ni open widgetni ekib bo'ldik. Endi biz bir-birlab kelaylik. Masalan, bu xarak qismidan boshlaylik. Widget mana bu yerda. Men avval xarak qismini tanlaylik. Tanlagandan keyin mush belakning o'zini ayrim ko'rsatib turib teksturasini chizaylik. Men buniga bir diffuse qayt qo'yaylik, ya'ni rang qaratishni qo'y. Endi buningki asosiy rangi buningda g'ijekninki bo'lkida rang yo'q ekan albatta. Bevositalar shu yog'ochningki aynı rengi oldilar keyin. Unda bo'lsa biz ko'rib boqaylik, qaranglar. Mana asli yog'ochning oldilar keyin. Bo'lsa, yerdan yog'ochning rangini belgilaylik. Masalan, bu rang bo'lsin deb buni qo'yib chiqaylik. Yoki men Alt T ni bossam bo'ladi. Alt T'ni bosgandan keyin bu UV holat ko'rinishini qo'y. Diqqatim mana bu yerga ketsin. Endi mana bu kimsini tuqmaylik. Endi buningki parqiraqligi yo'q. Parqiraqligi yo'q. Unda bo'lsa bu materialni bevosita tanishtirdik. Ya'ni
Bərabər bir material işletməyimiz. Biz bərabər mayanın materialını işletimiz. Yəni köreş qolaylık qilish uchunla materialni tanışıp basaq buldu. Her materiallar var. Yoki bo'lmasa miyada har xil materiallar bor. Şeyden maskalagan materialdan birini mesela bəsəkmə oxşaş, mesela bunu bəsək deganlik. Endi bunu işletib tursin, müsh materialni işletib turaylik. Endi men buni mana asli rang oltirib ko'ray. Endi yana bir yangi qavat qilgandan keyin men buning ustiga inchki nuqtalarni chizsam, yana yog'ochning unumini beramiz. Shunaqku. Buni biz yanıla UV altida beraylik. Men buni tanlay. Ayrim ko'z to'g'andan keyin bunu keyin nima rangini belgilaylik. Yine bu ranglar asosda qiyinroq rang bo'lsin. Endi bu var. Bununki endi mau yan tarafınınki tekstürse bunda bulmaydı. Kameranı bir anşitleri. Hazır oluşunun kameranınki en yakın aralıktan görüş dairesi. Amal bo'lmaganlarning ki ulanğını amal başlandırmamız gerek.
Мынау ішкі қысым болса, біраз қиындық келді. Keyin mana o'xshash kesilib qolgan ahvollarni amalga oshirishimiz kerak. Bugün biz shiftni bosib turib yig'ishtirsak bo'ldi. Bu yoqdan simmetrini eshib qo'ysak, o'ng so'l ikkala tarafni o'xshash yig'ishtirib ostdan qismini o'xshash.
Nima üstü kelgan vaqtda amal bas simmetrikni ishlatmasligimiz kerak. Chunki o'ng bilan so'l taraf o'xshash bo'lib ketadi. Bunsiz bo'lgandan keyin biz buni rang oltida ko'rib qo'yaylik. Endi buningki rangini tanishib qo'yaylik. Yanımsa turaversa bo'lgan. Endi men bunga bir bump teksturni beraylik. Bump. Endi bunga men mavi ma'ni ishlagan, ya'ni mavi yog'ochning rangini ifodalash kelayotgan qavatni men yana bir nusxa ko'paytirib, yana duplicate selected. Ko'paytirganning o'zini men tartibla mayaga tashitay. Endi buning kuchini o'zlashtirsam, yog'ochning unumi texnik chiqdi shuni qo'yib. Buningki asosiy rangini men ozroq tanishib qo'yay. Shunchalik bo'lsin. Endi mana bu qo'sa qismi keldi. Shuni qo'y. Qo'sa qisminingki men avval yan ko'rinishga ko'raylik. Endi bu yerga ben bir chiziqsiz olayım. Yani şu yüzüge mahkosa kısmındaki yüzüge çaplangan yağaçnınki dairasını belirleş için ben bu chiziqni chizib oldim. Endi chiziqni tanlab turib yana bir qavat quraylik. Endi rangni birini deb qo'yaylik, ya'ni bu rang bo'lsin. Yoki bo'lmasa bu rang bo'lsin bo'ldi. Endi hech qanday adetli qalamni tanlab turib tanlayapti.
Mush dairga yog'ochniki chaplig'im bo'laki sizildi shunaqa. Men mana issiqni o'chiraversam bo'ldi. Bunda bo'lsin bo'lsa. İşte qalamniki peshi sal yumshoq yana buni shiltib qo'ying. Kayıtsız öyle. Mao biraz qattiqroq bo'lgan. Mushkalamni shiltib. Sizga endi men issiqni o'chiraversam bo'ldi. O'chirib ichini davomsiz aylang.
Bunu belgeli olduk. Endi meyli ortasız kitipte meyli çekti. Bu yanısı boğandan keyin mana yüzdeki mana sızıklanımı bilinmelerimiz sızıp çıkış gerek. Bilenki yogisini görüp bakayım. Yogisi makul çekildikken. Bunun yeni bir kayıt kuralım. Şimdi yerden başlap sanırsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 olsa bir kısmı aralığı dal bir şey yapıldı gene. Tekrar sızsak oldu. Benim okşaşla bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yani müşürüm. Yerimden ötürüsek lan buldum. Demiş qadigan vaqtda biz mana yo'gisini ko'rib baksak, qaranglar. Mana miya qaraymiz, anki miya qaraymiz. Shundan bilan biz buni farqlantira olamiz. Faqat mush o'tirdan o'tib ketsa bo'ldi, ha. Biz buni bevosita yo'gi şekilde siz bakaylar. Bularni bo'lmaydi. Evet bo'ldi. Yerim boshlab 1 2 3 4 5 6 yine müşürüm bulundu. Yerim boshlab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu hemen fotoğrafına turunda 1 2 3 4 5 6. Mao dal oturuldu ki.
Buni endi shu modlarga tizsak bo'lganimiz qilganda biz yana sızgan bilan madridni uqamayotganmiz shundami? Shuning uchun biz yenilamay hisse şu model şeklinde ko'rib turib sizayli. Undan mau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ne olsa mau o'ttirib o'tgan. Böyle kayıtsız ayağı konusa bunu bir vasıtayla delete qilib o'chirib kayıtsız anladım. Tesemese. Yetmişler 1 2 yetmişler 1 2 3 4 5 6. Şu değer o'ttirib. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 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 Bu maksınız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi biz bularni shunday bilib oldik. Shundaymi? Bilib bo'lgandan keyin endi hammasi yerim chamberning motoriga o'tilibdi.
Endi biz buni eng yaxshisi Photoshop chizsak qo'laylik bo'ldi. Shuning uchun biz buni Photoshop chiqaraylik. Yine Export Selection. Biz PNG şekil çıkaydı. Endi ben bu ikkisininki yakunsa, ikkilisinikini chiqaradi ya. Ikkilisininki UV'ninki 26 chiqaradi shuna qo'y. 496 chiqarilish adresi bir uçurulduğun jeton gelmeye çıkıp buraya. Geçecekli PNG bulamıyorsun. Çıkıp ondan ki Photoshop'a ekleyelim. Yine bu ne? Önden birisini nima vaqtda bu. Endi men bir surat qo'yib qura olay. Bununla qarjantı ko'rsamlar bu ko'rindi. Endi buni bu yerga kiraylik. Buni bu yerga kiraylik. Ha. Hazır biz birisini kam qilibmiz ya. Hazır mesela ma yo'l maniki qadriga to'g'ri kelganini men uqmadim. Shunaqa bunday qilish uchun buning ichida men xalqiga bir sig'siz qo'yay. Endi buni qayta chiqaray. Export selected. Yes. Buni çürütüp qayta kiraylik. Buni çürüteylik. Endi eni qo'lishni qo'y. Ya'ni mavi mega tushirgan. Nima? Ne olsa biz mush bo'yicha buni sizib chiqaraylik. Yangidan bir surat qo'yib qo'yilib bu yerim boshlab bu yergacha bu siziqni sal kamroq tayyor qo'ysak yaxshiroq. Nima chiqargan vaqtda sal turib ishlatamiz bu yo'llarni. Migra kesin, bu migra kesin.
Bununki gıcıkınınki yüzü 2 gram ekan. Bo'lsa men avval shu bir rangni bera olay, yana gıcıkınınki rasmidan birini ekray. Bu yerga bu rangni topolay. Endi bunga bu rangni topolay. Endi Muşlardan başqa yerga men bu rang beraman. Yem bir rangni tanlab tanlamay qolibdi mana. Rangni men tanlay. Endi bu yerga yeni bir surat qo'yib bu rangni tugaydi. Bu yerga o'xshashlar shu rang tugaydi.
Buyagim o'xshash. Olmay turibdi. Boshqa grafikdagimizda benim o'xshashda. Buyagim o'xshashi. Endi mouse sızıqsızlığın o'rin bo'lsa, musha altın solib qo'ygan shunaqa, unda biz meyalagsizmiz. Unda aytsa taxminan men bu yerga bir qavat ichib, bunun doirasini belgilab qo'yay. Şuram bo'lsin, unda bo'lsin. Endi yana bir qavat ichib olay. Endi bu yerdan boshlab bu yergacha shunaqa. Bu yerdan boshlab bu yergacha. Programı siyahra. Küçüğe gelip bulamam ömrüsüne bakaya. Şey oldu gene. Hey. Bunu köpeytilib, onu çıkıyor şunu.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana xatomizki, mana siz xatosini qilgan ekan. Şimdi mana o'xshash o'tib ketgan yerni o'chirishimiz kerak. Şimdi ben maqavatni yo'qotib qo'yib turib, hamda bu qavatni yo'qotib, hamda mani yo'qotib, men bu qavatni o'zini chiqib notebookda choplab qo'yay. Buni men PNG şekilde. Bundan image. Yol deb yozib qo'yib turay. Bunday. Buni aslida bir qavat qurilib, qavat qurilmasa ham burada bevosita qilsak, o'zi qavat qurildi. Ana, chaplasoqlar o'rnaga tushdi. Biz buni o'rnida biz cho'qib ana ostiga yana bu yerga qo'shimiz kerak. Qaranglar, mana siz ustiga chiqish kerakmi? Undan qavatniki bizga rol qolmadi. Endi mana kirbeklardan nima bor degan vaqtda miyada bir chatoq yoki. Men bu chatoqni ko'rib boqay. 1, 2, 3, 4, 5 miyada bir masala kelgani. Photoshop. Takmış bölekte şunaq qo'y. Ko'rib qo'yay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana. Mesela bir şey şunaq qo'y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shuning uchun biz juftaylik. Şimdi manuel yükleyip bu qavatni qaytadan bir chiqaraylik. PNG chiqib bo'lgandan keyin men bu qavatni yutib delete selected import layer buna kirsam ana o'ngshildi.
Endi qarasanglar mana o'xshash kichikkina ulanishdan masala chiqqan yerlar boshlab qo'y. Uning bilan karimiz bo'lsin bo'ldi. Nima chiqarganda biz uni mush o'rinlarga baribir yana bir qavat tekstursizmiz. Yine ama üstüge bir kur naqsh keldi bunun üstüge. Endi men mavi yüzdeki yine mavi yüzününki yağaçla ödümünü bir çıkıp bakay ya. O önümde biz yanına Photoshop çıkaralım. Bundan yeni bir kayıt geçirelim. Bundan bunun yüzdeki tekstürlerini düzeydi. Şimdi bunu tazeleip orada bekletip bir surat kayıt kuralım. Kuralımdan keyin bu yerga ranglarni bekitlaylik. Masalan, mavi. Bunda rang olsun. Mavi. Bunda rang olsun. Endi bu yerga biz Peki ben bir halaram tek koyup duray. Endi qayta. Oyun qo'zg'aldi. Endi bu yerdan biz yoqashga maskaga deb qilib tanishlaylik. Sonra bu önüme asılı oldu. Endi ben bunu yeni bir qavat qurib, mush qavat kimi bir yantık olayım. Hem de bana yüzden ben
Ama qalamni o'zgartirdi. Endi bizimki mana rangini sal susaytirdik. Shuningdek mana bu yog'ochning unumi chiqdi. Endi men buni bu yerga ko'chirib berishim kerak. Qo'shikni birlashtirdik. Endi bu yerga ko'chirib bu yerga endi gereksiz belirtilerini yürütelim. Şimdi ben bu kağıtını ayrım çıkarıyorsun gerek. Bir, iki, bunun gerek yok, bunun gerek yok. Önemlisine peri ne? İki dakika kurtarayım. Beraber bulan işletmemiz bu. Ondan bunun üstüne import layer. Görünüş yazdım, bunda tik olsa yaxşı bo'lardi da. Bunday olsa ana shu yerda buni o'sha qo'yay.
Bundan bağ bölekning rol qamdi. Bunu şöyle men buni yeni birini köçürüp ekiley. Bunu şöyle delete import ve import layer. Hem de mavi buldu ya şunun bilen biz bununki meyerini değiştiriyordunuz. Da olsa bu saat dersimiz Mişat ayaklaştı. Devamlı keyingi saatte görünler.